Biznes boshlayotganlarning 3 ta qiladigan xatosi. Biznes boshlayman deganlarning 90% shu 3 ta xatoni qilishadi. Birinchidan, rejasiz, kechiktirilgan savdo, marketingni oxirgi o'ringa qoldirish, blok analizi yuritilmaydi, analiziga urg'u berilmaydi. Ya'ni birinchi marketingni tahlil qilib chiqish kerak bo'ladi. Keling, sizga ozgina tushuntirib o'taman. Birinchi qiladigan ishimiz, ya'ni avatarka. Avatarkaga o'zingiz logo brendingizni qo'yasiz yoki yaxshi formatda tushgan personalniy rasmingizni qo'ysangiz bo'ladi. Ikkinchisi, bioni to'g'ri tahlil qilib yozish. Unga nimalar kiradi? Misol uchun, siz nimadir sotuv qilyapsiz. Do'koningiz bor, qaysidir yo'nalishda. O'sha yo'nalishingiz bo'yicha sotuvni nomini kiritasiz. Mijozlarga kerak bo'ladigan ma'lumotlar yoziladi. Ya'ni telefon nomer, kimga aloqaga chiqish, manzillar va qayerda, qaysi viloyat bo'yicha joylashgani yoziladi. Uchinchisiga keladigan bo'lsak, profilingiz professional ko'rinish uchun aktualnostlarni va lenta shablonlarni dizaynini to'g'ri tanlashda va bir xil o'zini brendiga mos tushadigan rangda bo'lishi uchun unga mos bo'lishi kerak.